Mana shu savolga javob berib o'tmoqchiman. Arabcha raqs o'ynab faqat oz bo'lmaydi deyishyapti ba'zi bir ayollarimiz. Nega? Qorni chiqib ketgan, arabchaga o'ynagan, internetdagi, YouTube'dagi ayollarni ko'rib, ular bilan o'zingizlarni solishtirmanglar. Chunki raqqosalar sahnada va ularning o'zligini musobaqalari bo'lgani uchun ular qorindagi vakuum bilan ko'proq ishlashadi. Sahnada qorin vakuumini ko'rsatib berishadi. Bizga qorin vakuumi kerak emas. Biz o'zimiz uchun, go'zalligimiz uchun, o'zimizning nastroyeniyamizni ko'tarish uchun raqsga tushganimiz sababli biz qorin mashqini bajarmaymiz va to'g'ri ovqatlanishi, to'g'ri qorinni qanaqa tortib mashqlari bilan shug'ullanib raqs tushish kerakligini batafsil o'rgatamiz. Arabcha raqsga o'ynash osonmi yoki qiyinmi? O'ynash oson, faqat unga sabr-qanoat bilan dars qoldirmasdan, haftada 3 marta 1 soatdan och qoringa mani aytgan vazifalarim hammasini bajarsanglar, sizlarda oson bo'ladi. 3 oydan 6 oygacha batafsil o'rganib olasizlar. Lekin 1 oyda o'rgansa bo'ladimi degan jononalarimiz yelkalaringlarni, biqinlaringlarni, buksalaringlarni, oyoqlaringlarni harakatga keltirib, uni yumshatib, chiroyli holatga, elastik holatga keltirmaguningizgacha arabcha raqsni o'ynashinglar juda ham qiyin bo'ladi.